Assalomu alaykum. Hozir sizlar bilan Pdaftarda klient botni qanday sozlashni o'rganamiz. Klient bot, ya'ni biznes egalarini qarzdorlari uchun o'z qarzlarini kuzatib turishlik uchun qilingan. Hozir buni tushuntirganda to'liq tushunib olasizlar. Mana Begijon degan qarzdor turibdi. Boshida nomeri 94 950 12 32. 12-32 mana Pdaftar klient bot nimasi ham turibdi. Mana username'ini ham ko'rsatib qo'yapman. Xo'p, startni bosamiz. Klientni telefonidan, ya'ni qarzdorni telefonidan amalga oshiriladi bu ish. O'zbek tilini tanlayapman. Xo'p. Xo'p, klientimda mana nomeri 94 950 12 32. Shuni nomerini jo'natyapman. Xo'p, menga kod yuboradi. 60 34. Xo'p, kod tasdiqlandi. Endi sozlamalar, bizneslar deganlar ro'yxati chiqib turibdi. Xo'p, bizneslarni yozaman. Bizneslar ro'yxatini ko'rsatadi. Bu hammasi o'zim yaratgan nima? Mana supermarket eng oxiridan bitta oldingida supermarket turibdi. Supermarket shu meni do'konim. Boshqa bizneslardan ham kiritganman bu nomerni. O'shaning uchun ularda ham ko'rsatyapti. Nechta biznesda qancha qarzi borligini ko'rsatib turadi. Endi men biznes egasi o'laroq bu yerdan qarz qo'shaman. Masalan, 50 ming so'm qarz qo'shyapman. Xo'p. Mana SMS keldi, orqasidan botdan ham xabar keladi mana. Begijon SMS keldi. Mana botga kirsam, botdan ham yangi qarz qo'shildi. Mijoz Begijon supermarket 50 ming. Xo'p, tavsif yo'q. Xo'p, endi kirib turib, bu nimaga kerak? SMSimiz pullik, SMSni bekarga sarflamaslik uchun, ya'ni o'zingizni hisobingizni tejashlik uchun bu yerdan SMSni o'chirib qo'yib, faqat Telegram bot xabarlari qoladi. Xo'p, SMS kelmaydi endi. Faqat botdan nima boraveradi. Masalan, 300 ming yana qarz qo'shyapman. Xo'p, mana 300 ming so'm qarz keldi, lekin menga hali SMS kelmadi. SMS o'chdi uje. Siz hisobingizdan SMS ketmaydi endi.